Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun yana bir yaxshi joyga keldim. Aksiya sezonlari boshlangan. Sariq bola City Mallga. Bu yerda juda ham ko'p assortimentlar va hamyonbop narxlarda. Bugun sizlarni obzor shu do'konni City Mallni obzor qilib beraman sizlarga. Ketdik. Kiraverishimiz mana shu joydan bo'ladi. Hozir endi buyog'ini chiroyli obzor qilib beraman. Alohida bolalarimiz uchun sartaroshxona e'tibor bilan qilingan. Narxlar atiga 30 ming so'm. Kirganinglarda shunday chap qo'l va keng assortimentli bolajonlarimiz uchun va yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun. Keng turdagi assortimentlar yoz kuzgi mavsumlarga mo'ljallangan. Mana bu qatorda esa maktab formalari. Bu yerda eng muhim narsasi aslida bolalarga juda ko'p e'tibor berilgan. Bu yerda poyabzallar, har xil turdagi oyoq kiyimlar hamda bolajonlar uchun futbol oyoq kiyimlari, keta va krossovkalardan iborat. Xullas, nima desam bo'lardi? Kelasiz, bolajonlarimiz mamnun bo'ladi. O'ziga xohlagan bitta va har xil kiyimlarni shu yerda topishadi. Kirganimizda 10 tarafda esa uy ro'zg'orlariga kerak bo'lgan narsalar, o'yinchoqlar, hamda mana ayollarimiz uchun kerakli bo'lgan narsalar, uy tozaliklari uchun. Aksiya narxlarda hamyonbop